Xiaomi yangilangan SU7 sedanini taqdim etdi. U xavfsizlik, haydovchiga yordam tizimlari va unumdorlik bo'yicha sezilarli yaxshilanishlarga ega bo'ladi. Yangi model avval e'lon qilingan narxdan arzonroq bo'lib, boshlang'ich narxi $31,870 ni tashkil etadi. Ammo yangilanish oldingi modeldan $1000 qimmatroq bo'lishi kutilmoqda. U 680 ot kuchidan ortiq quvvat va taxminan 900 km ortiq yurish masofasini ta'minlay oladi. Porsche'ni o'z maydonida ortda qoldirgan elektromobili endi yanada yaxshilandi. Xiaomi SU7 hanuz McLaren uslubida ishlab chiqarilgandek ko'rinadi. Endi esa ko'zga ko'rinmaydigan texnik jihatlari ham ancha takomillashtirilgan. Yangi motorlar tezroq tezlanish, yuqoriroq maksimal tezlik va yanada katta yurish masofani ta'minlaydi. Bundan tashqari yangi elektr tizimi tezroq zaryadlash imkonini beradi. Yangilangan salon esa haydovchiga yanada qulay va yoqimli tajriba taqdim etadi. SU7 Porsche Taycan'ga raqib bo'lgan avtomobilga nisbatan tezroq edi, ammo endi tezligi yanada oshirildi. Hatto asosiy modelda ham motorlar avvalgidan kuchliroq. Standart komplektatsiyalarda orqa g'ildiraklariga 315 ot kuchi uzatiladi. Bu oldingidan 21 ot kuchiga ko'p. Eng yuqori maksimal versiyasi esa 663 ot kuchidan 681 ot kuchgacha oshgan. Va Hyper Engine V6S Plus motorlari endi avtomobilni AQSh standartlari bo'yicha 0 dan 60 mil soatgacha, bu taxminan 0 dan 97 km/soatga atigi 3 soniyada chiqaradi. Xiaomi hali Ultra yoki Track versiyalarining yangilangan variantlarini e'lon qilgani yo'q, ammo ularning keyinroq chiqishi kutilmoqda. Bu versiyalar yanada kuchli bo'lib, prognozlarga ko'ra umumiy hisobda 1526 ot kuchiga ega bo'lishi taxmin qilinmoqda. Yangi batareya alohida blok o'rniga batareya hujayralarini kuzovga integratsiya qilish texnologiyasidan foydalanadi. Bu Pro versiyada taxminan 900 km yurish masofasini, standart modelda esa kamida 718 km masofani ta'minlaydi. Bu ko'rsatkichlar CLTC sikli bo'yicha o'lchangan bo'lsa-da, baribir juda katta natijalar hisoblanadi. Bu modelda batareya sig'imi aniq aytilmagan. Atigi 15 daqiqada taxminan 668 km yurishga yetadigan zaryad olish mumkin yoki 10% dan 80% gacha bor yo'g'i 12 daqiqada zaryadlanadi. Porsche Taycan'ni Nürburgringda ortda qoldirish uchun faqat quvvatlarning o'zi yetarli emas. Buning uchun Xiaomi allaqachon juda yaxshi bo'lgan shassini ham yangiladi. Pro va Max versiyalari endi yangi Smart Chassis 2.0 tizimli bilan jihozlangan bo'lib, u adaptiv 2 kamerali havo prujinalari va moslovchan amortizatorlarni o'z ichiga oladi. Bu tizim qattiq darajasini hamda avtomobil balandligini turli holatlarda o'zgarish imkonini beradi. Shuningdek, yangi tormoz tizimi barcha modellar uchun yangilangan. Max versiyasi taxminan 100 km/soat tezlikdan ketma-ket 40 marta to'liq tonus berishda ham samaradorligini yo'qotmasligi sinovdan o'tgan. Standart va Pro versiyalarda esa tormoz kolodkalari avvalgidan kattaroq. Kompyuter sozlamalari haydovchiga turli rejimlarda quvvat cheklash, boost va launch control funksiyalariga bir tugma orqali kirish hamda moslashuvchan tezlik cheklovlarini o'rnatish imkonini beradi. Xiaomi salon ichida ham katta yangilanishlar kiritdi. Endi 16.1 dyuymli ekran ortida yangi operatsion tizim va sun'iy intellekt tizimi ishlaydi. Bundan tashqari orqa ko'rish oynasi ostida stabilizatsiyalashgan 4-kam kamera o'rnatish mumkin, hamda qo'shimcha aksessuarlar uchun, masalan, kamera shtativi kabi 1.4 dyuymli maxsus o'rnatish joylari ham mavjud. Oldingi o'rindiqlar 18 xil sozlanadi va juda qulay ko'rinadi. Yo'lovchi o'rindiqlari orqaga to'liq yotqizilib, dam olish uchun moslashuvchan orqa o'rindiqlar ham orqaga egilishi mumkin. Muzlatkich endi alohida kompressorga ega bo'lib, tezroq sovitadi. Xitoyning yangi avtomobillariga qo'yilgan 180 kunlik cheklovlar sababli Xiaomi SU7 faqat Xitoy hududida sotiladi va uning boshlang'ich narxi taxminan $32,000 dan boshlanadi. Eng yuqori Max versiyasi esa taxminan $44,000 atrofida bo'lishi kutilmoqda. Xiaomi hozirda elektromobillar ishlab chiqaruvchilar orasida eng katta shov-shuvga sabab bo'lgan kompaniyalardan biri hisoblanadi. Ular Xiaomi SU7 sedani va Xiaomi U7 crossoverlarini muvaffaqiyatli taqdim etgach, katta e'tiborga sazovor bo'ldi. Har ikkala model ham sotuv hajmi bo'yicha raqobatchilarni ortda qoldirdi. Ayniqsa U7 yanvar oyida Tesla Model Y ni katta farq bilan yengdi. Xpeng yangi flagman SUV modeli GX ni taqdim etdi. Xitoyning elektromobil ishlab chiqaruvchisi Xpeng Xitoyda o'zining yangi 6 o'rindiqli flagman SUV modeli GX ni ishga tushirishga tayyorlanmoqda. Kompaniya ushbu modelni ham to'liq elektr ham masofa uzaytiruvchi dvigatel variantlarini taklif qiladi. Xpeng G9 modeli bilan allaqachon katta premium SUV segmentida ishtirok etadi. Biroq u ko'pi bilan 5 o'rindiqli bo'lib, uzunligi 489 metr bo'lgani sababli 5 metrlik chegaradan ancha kichik.
Ammo Xitoyda ayniqsa hashamatli SUVlarga orqa qismida alohida va qulay o'rindiqlarga ega modellarga talab juda yuqori. Xpeng aynan shu segmentda bo'lishni GX modeli orqali to'ldirishni maqsad qilgan. Kompaniya yangi modelni Sanoat va axborot texnologiyalari vazirligining fevral oyidagi avtomobillar katalogiga kiritgan. Bu odatda Xitoy bozorida tez orada sotuv boshlanishini anglatadi. Avtomobillar katalogida Xpeng GX modelining 6 ta varianti ko'rsatilgan. Ularning 3 tasi masofa uzaytiruvchi gibrid avtomobillar va 3 tasi to'liq elektr versiyalardir. To'liq elektr batareyada yuradigan versiyalar 2 xil konfiguratsiyada taklif etiladi. 270 kW quvvatga ega orqa motorli variant yoki to'liq g'ildiraklarni yurituvchi 2 motorli tizim. Bunda orqa motor bilan birga oldingi orqa qo'shimcha 160 kW motor ham mavjud. GX modeli bilan Xpeng o'zining so'nggi batareya strategiyasidan biroz chekinmoqda. Xpeng G6, Xpeng G9, Xpeng P7 va Xpeng P7 Plus modellari to'liq litiy temir fosfat elementlariga o'tgan bo'lsa ham, yangi flagman model ham litiy temir fosfat ham 3 komponentli litiy-ion variantlarini taklif qiladi. Xpengning eng yangi modellari 5C tezkor zaryadlashni qo'llab-quvvatlaydi va rasmiy ma'lumotlarga ko'ra zaryadlash vaqti taxminan 12 daqiqani tashkil etadi. Lekin GX modeli uchun aniq ko'rsatkichlar hali tasdiqlanmagan, ammo flagman model mavjud 5C standartlariga mos kelmasligi kutilmagan hol bo'ladi. Xpeng oldingi o'qda 210 kW quvvatga ega elektr motorni, orqa o'qda esa 160 kW quvvatli motor bilan birlashtiradi. 1,5 litrli benzin dvigateli esa Harbin Dongen Auto Engine tomonidan yetkazib beriladi. Maksimal 110 kW quvvat ishlab chiqaradi va generator vazifasini bajaradi. 63,6 kWh sig'imga ega batareya masofa uzaytiruvchi tizim uchun nisbatan katta hisoblanadi. Shunga qaramay gibrid versiyalari 284 dan 289 tonnagacha og'irlikka ega bo'lib, 269 dan 282 tonnagacha bo'lgan to'liq elektr variantlarga qaraganda og'irroq bo'ladi. Xpeng vakillari ilgari GX modeli Level 4 Autonomous Driving darajasini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qilgan. Bu esa ayrim holatlarda haydovchiga boshqaruvni to'liq avtomobilga topshirish imkonini beradi. Bunga erishish uchun GX sun'iy intellekt vazifalari uchun kompaniya ichida ishlab chiqarilgan 4 ta Turing chipi bilan jihozlanadi. Ushbu tizim 3000 top sekundiga trillion operatsiyalardan ortiq hisoblash quvvatlarini ta'minlaydi. Xpeng GX ning uzunligi 5270 mm, eni 2000 mm va balandligi 1800 mm ni tashkil etadi. G'ildirak bazasi 3120 mm ga teng. GX ning narxlari hozircha e'lon qilinmagan, biroq CarNews China portali taxminiga ko'ra, model narxi $58,000 dan $72,000 oralig'ida bo'lishi mumkin. Xpeng endilikda yangi Xpeng GX modelining seriyali ishlab chiqarishni boshladi. Xitoy bozorida sotuvlar aprel yoki may oylariga rejalashtirilgan. GX modeli orqali Xpeng nafaqat yuqori sifatli interyer dizayni, balki texnologik yangiliklar bilan ham hashamatli SUV segmentini sezilarli darajada o'zgartirishni maqsad qilgan. Avtomobil Bosch tomonidan ishlab chiqilgan steer-by-wire boshqaruv tizimi bilan jihozlanishi kutilmoqda. Ushbu texnologiya rul mexanizmi bilan g'ildiraklar orasidagi mexanik bog'lanishni yo'q qiladi. Natijada interyer dizaynida ko'proq erkinlik paydo bo'ladi. Shuningdek, ilgari mumkin bo'lmagan yangi funksiyalar va imkoniyatlarni joriy etish imkoni tug'iladi. Bu haqda Bosch o'z mahsulot sahifasida bevosita Xpeng nomi tilga olinmagan holda ham ma'lum qilgan. Xpeng GX shuningdek Level 4 Autonomous Driving funksiyasini ham taklif qiladi. Biroq bu imkoniyat qaysi sharoitlarda va qaysi hududlarda ishlashi hozircha aniq emas. Agar avtomobil Level 4 avtonom boshqaruv darajasi uchun ruxsat olsa, bu har doim ma'lum bir aniq hudud bilan cheklanadi.